Assalomu alaykum hammaga. Gavbarxon oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun biz hammani og'ziga birday yoqadigan restoranlarda palon so'mga sotadigan yaponskiy gampanni qilamiz uy sharoitida. Buning uchun bizga ozginagina lahm go'sht kerak bo'ladi. Lahm go'shtlarimizni hammasini pare-pare qilib, chiroyli qilib to'g'rab, bitta idishga solamiz. Keyingi mahsulotlarimiz pomidor, chesnok, ko'katlar, piyoz va qizil bolgarskiy. Xohlovchilar agar uyda bor masalliqlardan qilmoqchi bo'lganlar, uni o'rniga yashil, sariq, svetofor bolgarskiylar ishlatsa bo'ladi. Piyozlarimizni to'g'rab, masalliqlarni to'g'rab bo'lgach, yog'imizni qizitib, ustiga go'sht solamiz. Go'shtimizni qizartirib bo'lgach, piyozimizni sovuramiz. Piyozimizni o'ldirib, ustidan ozgina soya sous quyib yuboramiz. Soya sous o'zigacha mazza beradi. Soya sousimizni solib bo'lgandan keyin to'g'ralgan bolgarskiy, chesnok, ko'katlarni sovuramiz. Ularni birro aralashtirib, orqasidan to'g'ralgan pomidor va katta-katta chesnok, piyozlarimizni solamiz. Bu orada qaynatilgan guruchimizni piyolalarga solamiz. Keyin bir xil shaklda chiqishi uchun idishimizga mana shunaqa chiroyli qilib ag'darib olamiz. Keyin ag'darib bo'lgach, idishimizga chiroyli qilib joylashtirib, tayyor bo'lgan gampanimizni suyug'ini ham solamiz ikkita yoniga. Mana chiroyli qilib bezaklab beramiz, o'zimiz ideyamizga qarab. Mana ko'rib turganingizdek gampanlarimiz ham tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kelinglar.